Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun Geflex. Do'stlar, bugungi videomizda biz Minecraftning top 5 ta faktlarini o'tamiz. Eslatma va bu Minecraftda nima desam bo'ladi? Eski misollar uchun qilingan faktlardir. Mana bo'ldi. Xo'sh, birinchisi, 5-dan boshlab tekror qilamiz. 5-si Minecraftda Netherga borganda, masalan, demon bo'lsa portlab ketadi-yu. O'shaning hozir Netherlarda o'zimizda hayotini sinab ko'ramiz. Mana, uxlash ham shart emas Netherda. Dunyo ochilsa mana. Qo'yib turib, bitta ossalang o'zi shunday portlab ketadi. Qo'ydi. Bir qavatli uy ekan. Portlab ketib, yo'qib ketadi. Qancha portlab ketdi. Ham Nether blok ichida bo'ladi. Atmosferasi uchun shuni hozir tekshirib ko'ramiz. Endi o'zimiz dunyoda bitta bossa bo'ldi. Shunga o'tirish shart emas. Bu videolarda qanchalarda portlab ketadi, o'shalar. Hozir biz ham oy. Tak. 3, 2, 1. Yo'da ishlamadi. Demak, hech qanday portlab ketmaydi. Ishlamadi. Etak. Minecraftda portalarni xohlagan hajmda qilsa bo'ladi. Ishga video qo'ygandim va bu xohlagan hajmda qilib bo'lmaydi. Bunaqangi qisqartirilgan hajmda qilsa bo'lar ekan. Mana. Bunaqangi gigant hajmlarda portal ocha olmaydi ekan. Demak, bu ham yolg'on. Ikkinchisi, bu bittasini o'stirsa pulni ham mas'ulsi uylar qoladi degan video ko'rgandim. Mana narsamizni oldik. Unda o'zib qoldi-yu. La'nat amayli o'tdi. Do'stlar, hozir men sizlarga aytgan narsa, mana shu yerda bitta o'stirsam uy paydo bo'lib qolar ekan. Va bu narsa do'stlar yolg'on. Masalan, bitta daraxt orqasidan taydan yana bitta daraxt o'sa olmaydi do'stlar. Foydasi yo'q. Oho. Degan daraxt paydo qoldi. Bu ikkinchi edi, ikkinchi do'st qoldi. Mana bu emas. Kerak narsalarimiz o'riklar, qozon. Suv, itak. Rang olamiz, rang. Olgan ranglarni olsang bo'ladi. Masalan, men ochasib olaman. Suv, keyin buni bostirib, bu narsamiz faqat terili kiyimlarga bo'ladi, boshqa kiyimlar, yog'ochlarga bo'lmaydi. Mana bossalaring, qo'llaringda kelgan holatda qoladi mana. Mana. Qanday desizlar, shunaqa bo'yab turib, xohlagan ranglarga bo'yab maqtanib yuraverasizlar. Menda bo'lgan kiyimlar bor, menda bor. Vau, deb maqtanib yuraverasizlar do'stlar. Tak, endi oxirgisi esa bu faqat eski versiyalarda bo'lgan narsa. Anaqa bu sizlarga hech qaysi mob ko'rmaydi ekan, mana shu ichida o'tirib olsalaring. Tak, hozir sizlarga men buni isbotlab ham beraman. Endi skelet buni zombi biladi, lekin creeper hech qachon sizlarni seza olmaydi. Qishloqni ham, anaqa kamberni ham tekshirib ko'ramiz. Tak, mana do'stlar, unchaga o'tirib olamiz va creeperni qo'yamiz. Mana sizlar ko'ryapsizlarmi? Sakradi mana. Portlaydi, o'tiradi. Qani skeletga go. Do'stlar, skelet ham ko'rmadi. Zombi endi. Oy. Bizni ko'rmaydi do'stlar, mana ko'rasizlarmi? Shakar qilamiz sizlarga. U creeper senga yaxshi qilyapti. Tushiga qo'y. To'g'ri. Endi Jingapir ham ko'rmaydi ekan. Lekin biz uni ura olmaymiz.
Do'stlar, mana qarabsizlar qanday ishlayapti. Bu albatta ishlaydi. Ishlamasa ishlaydi. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizga like va obuna bo'ling. Do'stlar, bugungi videomizga like va obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Ko'rishguncha xayr. Keyingi videolarda sizlar bilan yanada ajoyib ishlar qilamiz. Masalan, yaqinda biz Minecraft oxiriga borish degan video olishimiz mumkin. O'jaligini kimdir ko'rgandir, sezgandir, serverga kirgan paytimda Minecraft oxiri deb server ochib qo'ygandim. Xullas do'stlar, bugungi videomiz tugadi. Kelasi videoda sizlar bilan ko'rishamiz. Aytguncha do'stlar, yana bitta narsa. Meni kanalimga obuna bo'lib, shu videoni kommentariyasiga men sizga obuna bo'ldim, obunani qaytaring deb yozsalaring, hamma yozgan odamlarga obunani qaytaraman. 100% erkin so'zim. Agar qaytarmasam, meni xullas o'sha deb bilaverasizlar. Faqat muhlatda 2 kun. 2 kundan keyin yozganlarga hech qachon men qaytarmayman. 2 kungacha mayli qaytarishim mumkin 2 kungacha. 2 kundan keyin yo'q. Avvalo bo'lmaylar. Xo'p do'stlar, ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Geflex bo'ldi. Bye bye.